Hammaga assalomu alaykum. Usta Jonibek sizlar uchun mana shunday g'ishtlarni qayerda tayyorlanishi va qanday tayyorlanishi uchun Eronga kelib g'ishtlarni tayyor qilish jarayonlarini ko'rsatib bormoqda. Jalka bo'lmasa kanalimizga like bosib qo'yasiz va ko'rsatuvimizni oxirigacha tomosha qilasiz degan umiddamiz. Xo'sh, bu g'ishtlarimiz Eronda ishlab chiqarilyapti. G'ishtlar pressovniy stanoklarda tayyor bo'ladi. Razmerlarga qiziqqanlar uchun bari 7 sm, uzunligi 36 sm, qalinligi 2.05 ya'ni 2,5. 1 kvadrat metrga mana shu g'ishtdan terdirmoqchi bo'lsangiz 36 dona mana shu g'ishtdan ketar ekan. 36 donadan 40 tagacha, ya'ni shofiga, qalin nozikligiga qarab. Xo'sh, bu rang sabz rang. Hozir men sizlarga yana shokoladli svetlarni ham ko'rsataman. Mana bunga bitta ahamiyat qilasizlar. Shunchaki mana shu yerda 20 ta g'isht korobkaga qo'yilib, ustiga plyonka qo'yilyapti. Apparatning ichiga jo'natilyapti. Apparat esa o'zi avtomatik upakovka qilyapti. Mana upakovka qilingandan ko'rsataman sizlarga. Mana upakovkalar savatchka bo'lib chiqib kelyapti. Endi bu upakovka qilingani yuk mashinalarga ortib, obyektlarga olib borib tushirish yo'qsa misol Erondan O'zbekistonga eksport qilishda juda ham qulay bo'ladi. Mashinalarga yo'qsa karalar bilan yuklanganda juda ham qulay bo'ladi. Men sizlarga hozir yana mana bu yerda shokoladli tsvetlari, korejniy tsvetlari, qisqasi mana shu g'ishtimizni har xil razmerlari bor, shulardan ko'rsatib boraveraman. Mana bu g'ishtimiz razmeriga bitta ahamiyat beringlar. 5lik, ya'ni 5lik deganda endi ustalar tushunadi. Mijozlarimiz mana bari 5 sm, qalinligi esa 2,5, uzunligi 26 sm. Chotki g'ishtcha. Buni kvadratiga hozir aytaman, gidetta 80 ta, 75 ta, 80 ta ketadi bu g'ishtdan. Uglovoy 90 gradusli burchakli g'ishtlar ham bu. Qaranglar qanaqa idealniy chotki. Hammasi pressovniy stanoklarda chiqqan. Pressovniy stanoklarda chiqqandan keyin esa mana bunaqa xundonlarga teriladi. Hozir xundonda qanaqa darajada, qanaqa katta gradusda olov yonyapti, uni ham sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu albatta men esa Eronda, Tehronda. Mana o'z gradusini o'lchayapti, kakras. Hoji, nishonte? Mana gradus. Nechchida bu? O'zim ham uncha tushunmayman. Qisqasi ana bu yerda yonibdi. Olov ichi to'la g'isht. Endi bu g'isht qanaqa pressovniy stanokda chiqadi desalaringiz, mayli, uni ham ko'rsataman. Men uchun sizlarga ko'rsatish hech qanaqa jalka emas, lekin sizlar uchun bitta like bosib qo'yish jalka bo'lyapti. Videoni like bosmasdan tomosha qilib o'tirganlaringizga qaranglar, akalar, opalar. Axir men eng sifatli, eng chidamli va eng hamyonbop narxdagi g'ishtlarni men sizlar uchun ko'rsatish maqsadida O'zbekistondan Eronga kelganman. Bitta like bosib qo'ying endi. Bepulga. Mana bu pressovniy stanoklar bo'ladi. Mana shu pressovniy stanoklarda tonnasi 400 tonna. Shunday mana shu qumlar, tuproqlarning ustiga kelib tushib, olov ham yonar ekan mana bu yerda. Hozirda ishlatib ko'rsatamiz. Agar ishchilari yo'q demasa agar qimillasin, keyin qilaverasizda. Ay maşallah, bu nima bu akalar, bu nima bu? Mana ko'rasizlar? Mana shu g'ishtlar pressovniy stanokda chiqadi, sraz tandurga. Tandirda esa boya ko'rsatilgandek, bilmadim, necha ming gradus olov yongan edi. Shunaqa gradusda pishadi. Pishgandan keyin esa u olovda gideta 7 sutka to'xtar ekan. 7 sutka to'xtagandan keyin u nima bo'lib ketadi bu g'isht? Keyin esa tandirimizni og'zi ochiladi. G'ishtlar mana shunaqa holga kelar ekan. Hozir ham qaynab yotibdi ichi. Men lekin bir amalla sizlarga ko'rsatyapman. Mana g'ishtcha. Mana korejniy tsvetda. Deyarli tayyor. Usta Jonibekning terishiga bu g'ishtlarni. Ulay razmerchasiga qaranglar. Qanaqa
tekisligi ham chotga tutadi mana snayperdek. Shunday cho'tlaylik qani mana. Bor, где-то detsimetr bor, ulli boy g'ishta bor. Endi bunaqa uzun g'ishta baribir по-любому bo'ladi. Ozgina defekti. Bu defekt hisoblanmaydi. Endi men sizlarga mana videoda ko'rsatyapman. Sizlarga ham ko'rinayotgandir balkim. Sen bo'lib bunaqa g'ishtlarni bir-biri bilan terganda mana bunaqa shoflarni где-то 1 sm, 1,5 sm terilsa, вообще mana shunaqa detsimetr, millimetr defektlari umuman bilinmaydi. Lekin devonacha chiqadi, lekin bu ishdan tersa aka. Biz Samarqandda основной mehmonxona, katta-katta gastnitsalar, magazinlarni tashqi fasadlariga mana bunaqa nikolayskiy g'ishtlar bo'ladi. Nikolayskiy g'ishtlarni stanoklarda kesardik. Mana bunaqa 3 bo'lak qilib. Ki mana shunaqa holatga kelardi. O'z men bu g'ishtlarni ko'ryapman, o'sha nikolayskiy g'ishtlarni kesganimizdagi effektini ko'rib turibman-da. Nikolayskiy g'ishtlarni kesganimizdan keyin ichida bir qiziq effekt beradi. Nikolayskiy g'ishti o'zi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Lekin biz uni stanoklar bilan kesib, 3 bo'lak qilganimizdan keyin boyagi ichkari tarafi xuddi mana shunaqa g'ishtni ko'rinishini beradi. Bu g'ishtlarga hech qanaqa kesish shart emas ekan, qaranglar, qanaqa qulay. Tim bo'li shuni olinadi, shuni teriladi. Nikolayskiy g'ishtdan terdirmoqchi bo'lgan akalarimiz, opalarimiz esa usta tushgandan keyin bitta g'ishtni 3 bo'lak qilinadi. 3 bo'lak qilgandan keyin razmeri olinadi. Razmer olingandan keyin har qanaqa ishlovlar qilinadi. To usta teraman degancha 4-5 marta stanokda kesib bo'ladi. Bu g'ishtlar esa tayyor. Birinchi foydali tarafi Nikolay g'ishtdan. Nikolay g'isht ham zo'r, chotki. Endi men o'zim shu sohada 15 yil davomida ishlab kelsam, o'zimni shu soha bo'yicha tajribamdan kelib chiqib aytsam agar, nikolayskiy g'isht terdirsalar, mana shunaqa g'ishtdan terdirmoqchi bo'lsalar, buni kesamiz. 3 ga bo'lamiz. Birinchi ochlat uy egasi ustani uyida misol uchun kelinglar 200 kvadratlik ob'yom uchun 2 oy ishlatadi ustani. 1 oy mana shu g'ishtlarni kesib zagadovka qilishga ketsa, yana 1 oy o'sha zagadovka qilingan g'ishtlarni terishga vaqt ketadi. Bitta minusi shu. Yana ikkinchi minusi esa o'sha hovlida yashaydigan odamlarga qancha ziyoni tegadi. O'sha qo'shnilarga qancha ziyoni tegadi. Ziyon nimaga tegadi? Changib ketadi g'isht. Endi stanokdagi g'isht kesiladi-ki, baribir suv bilan kesiladimi, namlab kesiladimi, stanoklarga shlang ulab qo'yib, suv bilan, короче, yog' qo'yib kesalar, umuman foydasi yo'q. Baribir changiydi. Chunki u g'ishtda bu tuproq. Ikkita minus bo'ldi. Yana 3-minusi, uyingizda endi 2 oy davomida usta ishlatsangiz, faraz qiling 2 oy sizda bir tinchlik yo'q. Tinchlik deganda endi mana shu stanokda ovozi, g'ishtni kesgandagi ovozlar, g'ang qilib yotgan ovoz, bu qancha asabi buzadi. Mana shu taraflari, minuslari juda ham ko'p. Hatto to mana shu kungacha biza endi mana bu g'ishtlarni ko'rmagan edik. Mana o'zi Eronga kelib, mana shunaqa yangiliklarni ko'rib, inshaalloh O'zbekistonda ham mana shu g'ishtlarni olib borib, shunaqa yangiliklarni qilamiz. Bizlarning xizmatlarimizdan foydalanadigan mijozlarimiz uchun qulaylik bo'lsin degan maqsadda mana Eronga kelib, mana shu g'ishtlardan olib boryapmiz. Lekin to shu kungacha o'sha nikolayskiy g'ishtlarni o'zimiz stanoklarda kesib, charxlab, razmerlarga olib, qo'l mehnati bilan polni zagadovka qilib, terib tayyorlaganmiz. Endi nima desam, hamma narsani eng qiyinidan va eng boshidan boshlagandan keyin mana bunaqa g'ishtlarga kelganimizdan keyin juda ham bu yog'i oson bo'ladi. Albatta hamma narsa qiyinchilikdan boshlanishi kerak ekan. Mana bizlar ham shu nikolayskiy g'ishtlarni kesganimizda juda qiyinchilik, juda mashaqqat talab qiladi nikolayskiy g'ishtlar. Endi esa mana Alloh taqdir qildi, shu Samarqanddan O'zbekistondan Eronga kelib, mana shu nikolayskiy g'ishtlarning o'rniga mana shunaqa g'ishtlarni inshaalloh O'zbekistonga olib borib, shunaqa mijozlarimizni ko'ngillariga, xohishlariga, nima desam, o'sha yoqadigan qilib, inshaalloh uylarini tashqi fasllarga terib beramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Opisandagi nomerlarga aloqa qilsalaringiz, g'ishtlarni olib borib, terib, qisqasi siz azizlarimizni bir dona mixga ovora qilmagan holda xizmatlaringizni qilib beramiz akalar. Narx-navolar bo'yicha telefon orqali ma'lumotlar berib o'tamiz. Hozircha bu g'ishtlarni O'zbekistonga olib kirganimiz yo'q. O'zbekistonimizga olib kirganimizdan keyin sotuvdagi narxlari va usta pullari narxlari, общий komplekt uy egalariga 1 kvadrat metr qanchaga aylanishini batafsil ma'lumot berib, albatta videolarda aytib o'taman akalar. Hozircha narxlari ma'lum emas. Tak что, shunaqa bitta like bosib qo'ygan bo'lsangiz, sizga kattadan katta
Rahmat aytib qolaman. Sog' bo'linglar.